Voy-vo. Qormanglar valla, qalaysizlar? Ha, yaxshimisan sotim? Qalaysan, yaxshimisan? Bo'tdim. Men qaytarib beraman. Sotimxon, nima qilyapsan? Sen ham telefon qilish kerak. Nozim salom aytaman. El, qarz berib turasan-a? Masha. Bilasan, qarz berishni yomon ko'raman. Buni qaramagan. Buni ustiga qarzingni qaytib bermagansan hech qachon. O'li agar qaytarib beraman. Menga hech narsa yo'q? Yo'q. Shoshmay turgan o'rta. Bunaqa qiynamagan odamni jon o'rta qaytarib beraman. Demi, o'li agar qaytarib beraman. Yana o'sha qiz bilan uchrashmoqchimisan? Ha? Ozgina harakat qilsam, uyli joyli bo'lib ketamidim, o'rta. Uchrashmay qo'ya qolgin. Yo, uchrashmasam bo'lmaydi-da. Puling bo'lganda uchrashasan. Voy, o'rta, jon o'rta, iltimos qaytarib beraman dedim-ku. Iltimos. Bog'imam, suyangan tog'imam sensan, o'rta. Iltimos xonamizga kaltini berib yuboring. Здравствуйте. Rahmat. Siz? El. Qancha? Qancha ko'p bo'lsa shuncha yaxshi. Ha? Bilaman, barib berasan, o'rta. Ha? Qaytaraman. Qaytib berish sharti bilan qara. Gap bitta, o'rta. U qiz endi meniki bo'ladi. Aniq bilaman. Chunki pul bor-da. Boychi deb o'ylaydi. Marraman. Да, папуль. Да, только что paradan chiqdim. Praktikaga ketibamiz. Praktika. Da, tug'ruqxonaga. Да, yaxshi. Yana bir marta chuqurga tushib ketdim, pap. Я потом перезвоню, папочка. Ага, целую. Durdona, привет. Ketdim praktikaga. Nima qilasan? Dadam klinika ochib beradilar-yu. Zaminimizda soat 18. Zaminimiz qandaydi? El. Ey. Turgan, ani ishim bor edi. Qanaqa ish? Men qara hamma narsalarni topdim-da, buni boshqa narsalarni de. Ustimga bitta futbolka topa olmadim. Xabaring bor, ani qiz bilan uchrashishim kerak-ku bugun restoranda. O'shanga esimga tushib qoldi. Ani bitta yangi futbolka oluvding-ku, o'shani berib tur. Qizilmi? Yangi, ani mamtida yozig'i bor. Jinni pulnimisan? Uni hali o'zim kiyganim yo'q-ku. Voy, o'rta, chirtib yormayman. Berib tur, qol. Jonimni so'rab beraman. Bo'pti, bor. Ol. Berasan? Rahmat, o'rta. Bilardim o'zing zo'rligingni. Xotirjam bo'ling. O'sha zavoddan chiqqandek qilib beramiz. Ishonavering, aka. Albatta. Keling, kutamiz. Так, Максим. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Да, Hurmat aka. Вот тебе наряд. Завтра машина должна быть на ходу. Антон. Да. Ты чего тянешь капотом-то? Через час хозяин приедет за машиной. Все будет окей, шеф. Ko'rdingmi uka? Senga nimani tayyorlab qo'yaman? Zo'ru. Egasini ko'rsang tapitda sho'rasan. Ertaga 12ga tayyor bo'lish kerak. Bo'pti. Allo. Harakat qilamiz. Hozir. Allo, meni eshityapsizmi? Mashinangiz tayyor. Kelib ketishingiz mumkin. Voh, mashinani zo'rligini. Ana unda borsa bo'ladi. Yutsan. Nima ko'rsam bo'pti. Sen olding keldim. Yordaming kerak, o'rtoq. Tushay mashinada.
Birovni mashinasi bo'lsa, Xullas menga mashina kerak. Qara, yarashganmi? Zo'ra? mashina? Ha? Qanaqa mashina? Oddiy, mashinaqa mashina. Qizimni restoranga nimada olib boraman, o'rtoq? Taksida olib borasan, nimada olib borardi? Taksi bo'lmasa, qo'lingni ko'tarib olib borasan. O'g'rim? O'rtoq. Men seni do'stim deganman, a? Mana xo'jayinim bor. Hurmat ekanmi? Hozir o'zim gaplashaman. Hurmat aka! Hurmat aka! Abey! Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Keling, keling. Sizga Italiyadan shapka olib keldim. Marra bo'lsin. Duro, mamita, yo sé que tú no debes masticar. Duro, lo que me gusta es que tú te dejas llevar. Duro, todos los viernes ella sale a vacilar. Duro, mi gato no para de cantar porque a ella le gusta la gasolina. Dame más gasolina. Voy, mana buni mashina desa bo'ladi. Uchishini qara. Telefonni qayerdan olding? Telefonnimi? Anu, Hamid boru, o'shandan. Prakat. Krasovkani ham, uni ham g'ayratdan oldim. Bu ham prakat. 500 so'm deb turib oldi nomard. Berishga majbur bo'ldim. Endi do'stim, senga oxirgi iltimosim bor. Nima ekan? Anu qizim bor-ku, o'shani oldida meni xo'jayin degan. Nima? Xo'jayin? Jin nimasmisan? Nimaga xo'jayin derkanman? Biror joying kamayib qoladimi? Bo'ldi qil endi. Bilaman, g'irt ahmoqman. Yetim ko'ynimni ko'tararmikinsan dedim. Sevasanmi uni? Judayam. Oxirgi marta aytganingni qilaman. Rahmat. Ay! Olvídate de tu marido y disfruta. Deja la intriga, baila amiga tuya. Ella es tremenda pareja. Hey! Juegos para los niños, Voy, Cheros. Ana o'zim mashinada. Hech kim olmayapti. Hech kim yo'q. Yurchi bu yoqqa. They know me as the Rama. No run to clean the Yama. Don't see it on your face. You're the Rama Jama. They on the street is Rama. Xo'jayin. Qachon olib ketding? O'zim aloqaga chiqaman. Rahmat. Yur ketdik. Agar meni mashinam bo'lsa, ustalarni dabdalasini chiqaraman. Kim biladi deysan, senikiga o'xshadi-da. Mana turibdi-yu. Qaraganda ko'zing qattaydi. Men qayerdan bilay seni mashina emasligini? Bunaqa mashina bitta menda emas u shaharda. Bo'pti, yur, taksi ketib qolmasin. Voy tavba.
Alo, Kelyapsanmi? menga qara o'lib qoldingmisan? Xo'jayiningga gap qaytarma. Hali darslarimni qilishim kerak-ku. Tezki. Tog'da dachalarim bor. Shunaqami? Ricky Martinga sponsorlik qilganman. Xo'jayin, Av. nimalarni yeb qo'ydingiz? Sizga hamma narsalarni qo'shib yeyish mumkin emas-ku, bilasizmi? Mazalari qochib qolishi mumkin bu kishini. Shunaqami? Men ehtiyot bo'lib yeyapman. Ol. Bu narsadan ye. Xo'jayin, Hammangizni sotib olaman. Oz kechirasiz jonidan. Alo. Hamidboy! Boshqa joyga tushdingiz. xo'jayin, o'chirib qo'ya qoling. Bari. Kecha yoqdim okosi. Judayam. Alo. Hamidboy bormi? Qanaqa Hamid? Yo'q Hamid bu yerga. Endi qachon yurishamiz jonidan? Siz qachon desangiz o'sanda. Unda o'zim topolibdiman. Menimcha xo'jayin, shu kunlarda juda ham band bo'lasiz. Alo. Hamidboyni chaqirib oling, men tog'asiman. Yo'q Hamid. O'ldi Hamid. O'lib ketdi. O'ldi? Hozir janozasiga ketyapmiz. Elton. Mani so'rasa men yo'qman. Jaiz bor ishdi. Bekor qildingiz xo'jayin. Yaxshi ish qilmadingiz. Qalaysiz jonidan? Mahkamlangda. Ayting. Devichi. Apa, sekin. Tur o'rningdan. Telefonni olishga oling. Nimaga uydagilarga o'ldi deb aytding? Tur o'rningdan. Qaybiri? Shu bola. Ha? Mana shumi? Assalomu alaykum. Nega Hamid o'ldi? Janozasiga ketyapmiz deding-a. Men Hamidboyni mana shu ko'kraklarim bilan ofisda buzib katta qilganman-a. Ay balam. Yo balam. Jonlarda shunday jiladi. Hamidboyimni janozasiga yetolmayman dedim-a. O'ldi, jilama. Kechaga o'xshamay o'l. Nega o'ldi deysan? Ha, uka. Amaki. Bosh ko'tarilmaydi, amak. Hay. Meykangni buzilibdi. Qo'li ham temirdan ekan. Kimmi? Chechani.
Janjal to'polondan kimdir o'lib bo'lib qoldimi deb o'ylayman. Ay bo'lsingda de og'ayni. Bekor qilding shu ishni. Kayfda nima deganim esimda ham yo'q. O'ldi desa, uchib kelishini kim bilib o'tiribdi? Shaharlik qizni boshingga urasanmi? Qishloqqa borib, bittasiga uylansang bo'lmaydimi? Qishloqdan? Esing joyidami? Toshkentda qolaman. Agar o'sha qizga uylansam, propiska, uy, joy deganlaridek hammasi hal bo'ladi. Endi yetdimi? Seni bilmadim-u. Lekin men qishlog'imdan uylanaman. Nimaga desang? Oyimning shunaqa sochlari uzun qizlar yoqadi. Oyingga yoqadi, sen uylanasan-a? Toshkentda shuncha o'qib, bitta qizni qo'lidan ushamagansan-ey. Ularni aldagim yo'q. Sevmagansan deb. Mana men masalan maktabda sevib qolganman birinchi marta. Agar sen ham sevib qolsang, boshqacha yashaysan. Kim bor? Hech kim bormi? Есть кто-нибудь? Men borman. Ой, черт, испугал. Ты mastер? 3 kun oldin mashinamni olib keldim. Olib ketgani keldim. Mashinangiz qaysi biri? Anavi. Hozir chiqib beraman. Bundan buyoq ko'zingga qarab yurgan qizim. Mashinani zo'rg'a epib keldi. Yaxshiyamki mana shu yigit bor ekan. Qo'l-qo'l ustada bu bola. Shunaqami, не устали? Yo'q. Endi mana bu yerga qo'l qo'ying. Всё. Dadangga salom degin. Tez-tez kelib turgin demayman-u, mashinani ixtiyor bo'lib hayda qizim. Rahmat. Hop. А двери починили? Qalay yigit? Nimaga o'rischa gapiradi? Ulan tarbiyasi shunaqa. Otasi chet elda yashaydi. Ajoyib inson. Qizchani rus ayol tarbiya qilgan. Mashinani yaxshi haydaydi-yu, ammo chuqurlarni birontasini begona qilmaydi. Bironta haydovchi kerakmidi? Ha? Nima deding? Voy balama, olingizlar. Olingizlar. Keling. Assalomu alaykum. Kel balam. Kel. Sotixon. Jo'rang chaqir, jo'rang. Sotimxon. Kel. Sotimxon? Kel. O'tir. O'tir balam, o'tir. Bu
Elbek. Ha, Eldarjon bolam, oling go'shtni. Elbek deyapti, opa, Elbek. Choy quyib ber, choy. Balanddan aynalay, o'zimni balanddan aylanay. Katta uyalmay oling Eldorbek. Buni qara, o'zib ketdi. Ranglarini qara. Kelishgaki kiyib oldik Hamidboy. Yangi apachangni bir Toshkent aylantiramiz endi. Mayli. Endi bir hafta menang bilan apachang seni xonangda. Men mana shu sotib xonlarni xonasida yashayib turaman. Xush kelibsizlar degan. Xushvaqt bo'lingizlar. Oyog'imni qo'yib yubor. Mana Elbekjon aka, institutni tugatishingizga ham ozgina vaqt qoldi. Yaqinda mana bir og'aynim qurilish boshqarmasiga boshliq bo'lib keldi. Shunga sizga o'xshagan bilimdon, o'qimishli kasbdoshlari kerak. Agar xohlasangiz, men sizni u bilan gaplashtirib qo'yishim mumkin. Toshkentda qolardingiz. Yo'q, domla, albatta sizga rahmat, lekin qishloqqa bormasam bo'lmaydi. Elton. Assalomu alaykum domla. Ha, Pirmatov. Uzr. Tinchlikmi? Bek kerak edi. Ha. Mayli Elbekjon, taklifimni o'ylab ko'rarsiz a? Mayli. Xo'p, domla. Sani ko'chada Tinchlikmi? bitta kutyapti. Gitarami? Tor. Elton, o'zi ham jaket o'rgan ekan. Uni ko'rib o'zim lang ochilib qoldi. Voy, mashinasini yetmaysanmi? Juda ham chiroyli mashina. Bizani qishloqda ko'rmaydi. Ana, turibdi. Ke. Девочка, мы пришли. Вот он. Ой. Привет. Salom. O'ruscha gapirmaysanmi, xarib? Men o'z ona tilimda gapiraman. На кого учишься? Он строитель. Да. Quruvchi. А ты на Куручи не похож. Я тоже quruvchi. А вот ты похож. Bilasizmi? Savolim bor, maylimi? Meni qayerdan topdingiz? Topdim-dey. Я опять в яму упала. Chuqurga tushib ketdim deydimi? Да, chuqurga с машиной. С машиной? Chuqurga. Да. В мастерской да все заняты, я пришла к тебе. Правильно. To'g'rimi? Можешь мне помочь? Да. Bilasizmi, hozir imtihonlarim juda ham ko'pda, shuning uchun vaqtim yo'q. Для вас вахт topiladi. Не сможем. Я сам лично помогу. O'galvars. Imtihonga kim tayyorlanadi? А я хорошо заплачу. Voy. Yalinishini qara. Qoldi shilanka. Для вас вахт topilganski. Я сам лично
ballonlarini ko'targanski, 10 pachiganaganski. Xotir olmaganski. O, menga qara. Qarzimdan ham qutularmidim? Nima deding, Elton? Roziman. Da? Давай сделай. Voy. Qiz bolaga ham davay deydimi, qarib. Сделаем? Поехали. Qani chiq mashinaga usta. Ke, Elton. Voy, mashinangiz zo'r-a? Dugonamni mashinasi. Orqasiga bo'vat. Ke, o'rtoq, sanam siqilsan. Mani o'tkazib yubor. Поехали. Orqangda tank tagingda mashina yuqorida okalaring klishau, normalning klishau. El. Chachmading? Kuch kerak emasmi? Jonga tegding-ku. Suv olib kel. Men esa oddiy bo'laman. Hozir. Rod. Да. Компот. Минуточку. Нянь, Да, золотко. сюда что-нибудь попить. Ага. Хорошо. Людям. Пожалуйста. Спасибо. На здоровье. Ага. Ой. Ana, bunda hayotda bo'ladi. Uy, joy, mashina, qizi. Niyankasi ham yomon emas ekan. Nima deding? Ne baqiraysan? Haydab ko'ramizmi? Ha? Mayli. Это другое дело. И sekin. Kechirasiz. Tirnog'ingiz o'zingiznikimi? O'zimniki. Ты что, таких не видел? Bunaqa uzunni birinchi marta ko'rishim. O'qiysizmi? Медицинскийda o'qiyman. Doktor bo'laman deng. Yo'q, doktor bo'lmayman. Dadam menga klinika ochib beradilar. Men uni boshqaraman. Iltimos sekinroq hayding. Nima tezlikdan qo'rqasizmi? O'ziga ishongan odam bo'lsa qo'rqmayman. Menimcha siz o'zingizga ishonmaysiz. Nimaga? Chunki yo'lda o'tayotgan odam mayapsiz. Demoqchi edim. Odam o'ldirdim. Odam o'ldirib qo'ydim. Hozir. Nima qilamiz? Hozir. Nima qilaman endi? Qochamiz, qochish kerak. O'zingni bos.
ketmoqchimiding? O'ldimmi? Tirik. Alo Durdan. Sayada yoqalaysan. May qara. 15-chi больницаga yetib kelgan. Tinchlikmas-ku. Kasalxona. Iltimos tezroq kelgin, xo'p? Bo'pti. Hozir ko'rib beraman. Ha. Yo'q. Tinchlikmi? O'zlarini yaxshi. Iltimos uyingizga telefon qilib bering. Chorshanba. O'rtog'imda gapim bor edi. Ha. 220 65 75. Нянь, дайте трубку этому молодому человеку. Ага, mana. Молодой человек. Молодой человек. Вас к телефону. Alo. Ha, sotim. Anaqa yig'ib qo'ygan pullarimni qattaligini bilasan-a? Hammasini olib 15-chi kasalxonaga yetib kel. Bo'ldi, hozir boraman. Xo'p, hozir ketaman. Imillamanglar, tezroq bo'linglar. Mana. Xo'sh. Bemor ahvoli yaxshimi? Uni ko'rsam bo'ladimi? Uni kim urvardi? Men urdim. Tushunarli. Qani men bilan yuring. Yoshlar. O'pkalaringni qo'ltiqlab yurasanlar. Adolat Qo'ziyevna, qarang. Bemor ko'p qon yo'qotgan. Bunday holatlarda biz dan xodimlariga xabar berishimiz shart. Ovora bo'lmang, doktor. O'zimiz kelishib olamiz. Ha, hamma dori-darmonlarni ham o'zim olib beraman. Bundan tashqari og'riqlarga chidaganimgacha. Hammasiga to'layman. Bu qiz siz bilanmi? Tanimayman bu qizni. Unda bu yerda nima qilyapti? Yosh qiz. Chiqib keting bu yerdan. Kifoyatxon. Tabiiy Adolat Qo'ziyevna. Qani Olib chiqib keting. Begonalarga kirish mumkin emas. Yuring. Yura qoling. Xo'sh. Bemorga qon quyishimiz kerak. Qonni kim beradi? Men beraman. Kifoyatxon. Labay. Labay Adolat Qo'ziyevna. Bu kishini qon guruhini aniqlang. Yuring. To'ppa-to'g'ri laboratoriyaga. Nima bo'ldi, Charoz? Tinchlikmi? Gapirsang-chi. Bo'ldimi? Bo'ldi. O'lmaydimi? Yo'q, hammasi joyida. O'lmaydi. Vaqtida olib kelamiz. Kelganingiz yaxshi bo'pti. Mashinani kaliti. Bularni uylarga olib borib tashlang. Siz ketavering. Hammasi joyida bo'ladi. Bora qoling. Ha? Olib keldingmi? Ha, tinchlikmi? Men olib keldim. Nima bo'ldi? Gapir. Odam urib oldim. Yo'q, o'lmadimi? Yo'q. Siz qon guruhingiz to'g'ri kelmadi. Ha? Endi nima qildik? Men taksiga pul berib mana buniki to'g'ri keladi. Siz bundan qolib turing. Men o'zim taksiga to'layveraman. Voy, qo'rqmang. Yura qoling. El deb qo'ydim. Qonni o'zim olaman. Aylanib ketaysiz-da, yura qoling. Yuring. Voy, sekiroq. Voy. Namuncha?
Qassobxonaga kelgan echkiga o'xshab titramasangiz. Nichего. Jonim, nichего, jonim. Сейчас. Hamshiralar. Voy, Sotixon. Voy balama. Sotixon. Checha. Tuzumsan balam. Ketmadinglarmi? Ha, kitobimiz o'lay senga o'zingga keldingmi Sotixon? Sotimxon. Hay, badiramasmi? Xudoginani ko'rsatgani shu bo'lsin senga. Senga go'sht qovurib keldik, Sotim. Voy o'zingga kelasan hali balam. Ko'rmagandek bo'lib Mayli, ketasan. shakalatam olib keldik. Yana bora qolaylik. Balam, o'zimizga ketamiz. Xo'pmi? Ilohim amin. Ko'rmagandek bo'lib ketdik. Yuringlar. Bezovta qilmaylik. Xayr, balam. Sog'ayib ket. Atsiton ichasizmi, nima balo? Qon-qoningizga singib ketdi-ya. Qon bilan bo'yoni farqiga bormaydigan doktorlarni endi ko'rishim. Bore. U meni eng qimmat kraskamidi. Kraska? Qon kerak emasmi, uka? Bemor? Qayoqqa? Bir aylanib kelay. Ay, shoshmang bemor. Chapatxon? Tabbay. Hamma yoni changni artib chiqing. Bugun komissiya keladi. Xo'p bo'ladi. Meni azoblar bilan topgan kraskamidi. Uni ham xudo ko'p qildi. Xudo, hozirgi doktorlarga ham hayronsan. Assalomu alaykum. Ukam, alaykum. Mana buni olib qo'ying. Shunaqami? Bori shu. Barakalla o'g'il bola. Gap bundoq bo'pti. O'rtog'i palatada. Space-chi? Siz? Sotim tuzumsan. Ana u kasalga hamma olib kelgan pullaringni berdim, bo'ldi, qutuldik. Qani endi ketib turaveringlar. Qayoqqa? Qayoqqa bo'lardi? Yotoqxonaga? Xo'jayin? Bo'shsan. Xo'p bo'ladi. Alo, Eshitaman. dadajon, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Men sizni juda ham sog'indim, dadajon. Qizim, yig'layapsanmi? Seni kim xafa qildi? Dadajon, menga pul kerak. Pul. Shunga yig'layapsanmi? Qancha? Minhoga. Xo'p. Bugun olib boraman, eshityapsanmi? Siz qachon kelasiz, dada? Umiyatchala qizim, boraman albatta. Dadajon, men sizni juda ham sog'indim. Juda ham sog'indim, dadajon.
Uxlamadingmi? Harakat qilyapman. Hamidga ham rosa havasim keldi. Ota-onalari bilan mehribon ekanki. Senga ham havasim keladi. Uyingda oying kutib oladi. Mani bo'lsa-chi? Hech kimim yo'q. Axir akalaring bor edi-yu. Bitta uyi bo'lish olmayotgan akalarimga mani nima keragim bor? Mani ishontirib yurgan anu qizchi. Men birovni aldayapman desam, o'zimni aldayotgan ekanman. Aytgancha, anu ketib o'rgan qiz boru. Menimcha o'sha qizni senda ko'ngli boru. Yo'q. Mendagi qishloqni nima qiladi u? Keyin onamga ham shaharlik qizlar yoqmaydi. Biz bir-birimizni unutmaymiz-a? Yo'q, albatta. Katta odam bo'lib ketsang, meni eshiging tagidan axranalar kirg'izsa bo'ldi. Qalli. Yaxshi yozib tur. Assalomu alaykum. Yaponiyadan. Qancha yuborishgan? $1000. Voy. Ketayotsanmi? Ketyapman. Ha, jo'ralar keldingizlarmi? Urug'aymolaring qani? Vokzalda. Taqomni pichoqlari qopdi. Bu yerga ekan-ku. Shunga keldim. Mayli, gaplashamiz. Bo'pti. Nam shoshmasang, borasan-da o'sha qishlog'ingga. Diplom oldim deb bo'ldimi endi? Ketaverishmi? Onamni sog'indim. Jo'ralar, sizlarga nima bo'ldi o'zi? Nima yana kelding? Taqomni asboblari qolib ketibdi. Qanaqa asbob? Do'mbiralari. Qaylo. Ha. Bu yerga keling. Keyin ko'rishamiz. Yurman bilan bizning qishloqqa. Propiska nima bo'ladi? Alo. Alo. Assalomu alaykum. Esanmisiz? Menga Elbek kerak edi. Elbek. Poselkasına ketgan. Diplomini olib, v общем ketgan.
Tog'ajon, meni ham Toshkentga olib borasizmi? Ha, albatta olib boraman, jiyan. Alimaxon. Tabiy. Ha, aylanay. Salom alaykum. Keling Bo'stonxon. Keling. Lazımsan, Elbejon, zo'rmisan? Aylanay, o'g'lingiz kelib bag'riginalar yitilib qoldi. Ha, Xudoga shukr, Xudoga shukr. Noli. Voy, ovora bo'psiz-da, non yopdingizmi? Bop, aylanib ketib Qizim, o'zim o'rgilaysiz-da. Ol, sig'ay. Aylanay. Assalomu Alaykum assalom. Yaxshimisan? Sog'liqlaring yaxshimi aylan? Hay, hamsiya. Abi Elbegiz bilan kelishgan yigit bo'pti. Ha, Xudoga shukr. Men seni qizini ko'rganmisiz? Ay, shunaqa qiz bo'pti. Voy, shunaqa qiz bo'pti. Voy. O'qigan bo'lsa olmayman. Nega? Aql o'rgatadi. Oyi, buncha shoshmasanglar, uylanaman. Yaxshiroq ish toping. Kattalar gapirganda sen aralashma. Keting. Nabiralarimga qarayman men. Ha, o'tiribsiz-da. Qizim, Labbay oyijon. ukangni ko'rding. Bolalaringni olib uyingga bor. Ering, qaynonang kutib qolishgandir. Oyijon. Bugun keldik-ku. Ko'p gap eshakka yuk. Bolam. Oyijon. Bolajonim. Yur, oyjonlaringni yig'ishtir. Uyga ketamiz. Buving ket deyaptilar. O'zi qishloqqa ketishni ixtiyor qildi. Shuncha harakat qildim. Instob qolishga. Yo'q, qishlog'imga ketaman deb turib oldi. Oxiri keta qoldi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Endi bilasizmi? Hozir siz 2-qavatga tushasizda 32 bor. Kadrlar bo'limida yozib qo'yishibdi. O'sha yerda u haqidagi hamma ma'lumotlarni olasiz. Rahmat, domla. Xo'p, Xo'p, salomat. Charoz? Pirmatov. Assalomu alaykum domla. Va alaykum assalom. Siz tanimagan qiz yo'q-a? O'zi nima kelibdi bu qiz? Qarzi bor ekan birovdan. To'layman deb kelibdi. Siz menga Dumlarimni topshirgani keluvdim. qanday qo'yingchi? Xo'p. Chakki bo'pti-yu, a? Topshirardingiz yana yilga. Nima qilardingiz bu yil kelib? Ovora bo'lib. Bitta o'zingiz emas, meni ham vaqtim olyapsiz. Albatta kaltak deyalsangiz ham mayli. Sho'rim qolsa. Сдачи не надо. Kim bor? Kim bor? Salom. Siz? Mana u tasqara kim? Elbek? Voy. Taniysanmi? Haligi nega o'zingni go'llikka solasan? Men keldim. Ko'rib turibmiz. Mabodo adashmadingizmi? Yo'q. Kim bu? Senga ergashib keldimi? Yo'q, hech kimni ergashtirganim yo'q. Kimsiz? Manmi? Men kelingizmi? Nima? Qanaqa kelin?
voy hali uylanib keldingmi? Shoshmang oyi. Hali menga uylanganingizni aytmadingizmi? Nima? Скажи. Oyi? Uylanganim yo'q oyi. O'zingiz bo'lsang, aldayapti. Voy sharmanda. Ishonmang oyi, aldayapti. Iya. Nimaga aldar ekanman? Zaril kelibdi-da. Nimaga indamay ketib qoldingiz, jon? Nima? Shunaqami? Voy noma. Oyi, uylanganim yo'q. Mana senga uylanganim yo'q. Nima qilyapsiz? Shoshmay tur hali. Nimaga uylanar ekanman? Shoshmay turing hali. Xotining orqasiga yashiryapsanmi? Yo'q. Вам говорила. To'xta, yashamagur. Oyi, o'zingiz o'g'lingizga ishonmayapsizmi? Voy sharmanda. Qani chiq uyimdan. Chiq. Mayli. Mayli, men ketaman. Faqat qornimdagi bolani o'g'liga qolmasangiz bo'lgani. Nima dedi? To'xta. Qornida bolasi bormi hali? Qattan bilaman, uni qornida nimasi borligini, kirmanmi u yerga? Voy. Odamlar nima deydi endi? Nabirasini ko'chaga tashlab qo'ygan ahmoq yo'q. Oldin tug'ib, keyin ketasan. Спасибо, мамочка. Ey, bore. Nima dedi? Rahmat deyapti, rahmat. Oyjon, biz qaysi xonada yotamiz? Sen meni yonimda yotasan. Behayo. Assalomu alaykum xolajon. Va alaykum assalom Robiyaxon. Ustonxon. Keling. O'tiribsizmi? Ha, yaxshimisiz? Sog'liqli yaxshimi? Yaxshi uxlab turdingizmi? Xudoga shukr. Yaxshimiz aylanay. Esonomisiz? Hammasiz Bu aylanay. kelinizni oy kuni yaqinlashib qoldi shekilli. Ish qilib eson-omon qutulib olsin. Voy peshonab qursin. Peshonab qursin Ustonxon. Sharmanda bo'ldim. Voy, odob bo'psiz, qo'shnijon, odob bo'psiz, tamom bo'psiz, qo'shnijon. Voy, sharmanda. Voy, anu kel. Voy. Tinganamga checha chiqsin, qo'shni. Nima qilyapti anu? Narsalarni taxlayapti. Meniki xizmatimni qilyapti. Voy, sizgina Elbekjona. Voy, kimlar qizini bermasa deya. Voy, bo'ylaringga bo'ytimor bo'laman. Endi hech kim qizini bermaydi. Hozir suv beray sizga, aylanib ketib uyga olasiz. Voy, bo'ldi-ya. Bo'ldi qiling. Mana, iching. Shaharda yigitlar qurib qoptimi? Aylanay, bunaqalar qani qishloqni sodda bolasi deb boshini aylantirib olishadi-da. Bunaqalar zakunchi bo'ladi, zakunchi. Agar siz buni haydasangiz, o'g'lingizni sudga beradi. Ha? Endi aylanay gap bunday. Tuqqancha voy, aylanib ketay, yaxshilab, voy, ezg'ilab. Haliga to'pasiga tayantiring. Bir-biridan qo'lini suviting, aylanish, shunda yaxshi bo'ladi. Aytganimni qiling, yomon bo'lmaysiz, qo'shnijon. Quribgina ketdi, ha? Hali seni shunday adabing berib qo'yayki. Osongina o'g'lini berib qo'yadigan ahmoq yo'q.
Ha. Qilamayapsanmi? Nimani poylayapsan? Hech nimani. Tinchlikmi oyi? Ana Sharmandani yaxshi ko'rasanmi? Yo'q, yaxshi ko'rmayman. Shaharda ko'z suzgan o'najinga arqoning uzaversan-da, a? Toshkentga borib diplom olib keladi desam, ana o'sha Sharmandani yetaklab keldingmi? Oyi, Rahmatli dadang tirik bo'lganida shu ahvolga tushib o'tirarmidim. Bo'lmasa tekshiring oyi. O'chir o'zingni. Shuncha sharmanda bo'lganimiz yetar. Oyi, agar uni haydamasangiz, men o'zim olib chiqib tashlayman. Nomardlik qilmoqchimisan? Odamlar nima deydi? Prorab bo'lsang o'zingga. Meni xotinim bo'g'iz kelib qoldim. Qani bir ko'cha chiqib ko'ringchi. Nima? Meni haydayapsizmi? Haydab jinni bo'lmanmi? Qolganingizcha yaxshi bo'ldi-dek. Mana supurgini olib bir ko'cha, hovlini supurib yuboring. Voy! Mana shu qo'llarim bilan, a? Sochlaringiz bilan supurmaysiz-ku. Bo'ling tez bo'lmasa oyim supurishni boshlaydilar. Choyni ich. Всем привет. Assalomu alaykum. Kyoto'ra. Ana uningga aytib qo'y. Meni uyimda shaytonni kimini kiyib, uyimni barakasini o'chirmasin. Oyi. Molni cho'miltirish kerak deyapkanmidingiz? Mol taro qayerda? Og'ilxonada. Tarona nima qilasan? Yuring. Qaqqa? Yuring, yuring. Qo'yvaring, qo'lim og'riyapti. Hech qilsa o'rganib qolasiz. Qo'yvaring. Yuring, yuring. Tezroq. Qo'yvaring qo'limni. Tezroq, yemilamang. Bo'ling. Mana buniki? Nimaga? Bo'ling, bo'ling. Mora bo'lsin. Qani, yuringchi. Oyog'im. Ajab. Shu sigirni kekunimcha yuvib tarab qo'ying. Sizdek kelin bor uyda sigir kirib bo'lsa uyat bo'ladi-ya?
Nima? Qo'rqmang, u sizdan qo'rqyapti. Sigrimiz juda ham yuvosh. Ha, ja yoqmasangiz bir tepada, o'lmaysiz. Bo'ston. Bu yoqqa qarang. Hozir. Tinchlikmi? Sigrim joni bor. Begonani biladi-ya. Voy, ana o'satang bir yugurib chiqsamidi. O'g'lim bopladi. O'g'lingiz bunday ip o'tkazib olmasa edi. O'chirib olsingmi? Okey. Shampuny konditsioner bilan sigiringiz yaltillab ketdi. Yagonam, necha yillar ko'zganim ham, izlaganim ham o'zingsan. Sen yonimda bo'lganingda nurga to'ladi dunyo. Yolg'iz meni tanlagansan, bo'lasan meni g'amxo'r. Assalomu alaykum. Va alaykum. Menga prorabiylar kerak edi. Prorabiymi? Elbekmi? Ha, Elbek. Elbek! Elbek. Rahmat. Hamsiya. Ha? Voy, keling Bo'stonxon, keling. Aloyis qani? Ertasiga ovqat topib ketdi. Ha, shunday deysizmi? O'zingiz ekan-u. Ay, aylanay. Voy, charchadim, padariga la'nat. Ovqat kim qildi? O'zim qildim. Ovqat qilishni ham bilmas ekan. Voy. Peshanangiz qursin, hamsoya. Uf. Voy. O'zi o'qigan ekanmi? Doktorlikka o'qigan ekan. Nimaga keldingiz? Bu yerga kelmang degandim-ku. Sizni juda ham ko'rgim keldi.
Ma'nularingiz odam ko'rmaganmi? Hamchit kelishadi. Bo'pti. Yur ovqat. Yuring Elbek aka. Hozir boraman yigitlar. Voy, sizni o'zim ovqatlantirib qo'yaman. Siz pishirgan ovqatni yemayman. Bu yerga ortiq kelmang. Nima menda uyalyapsizmi? Qishloq sharoitiga to'g'ri kelmaysiz. Shaharlisiz buni ustiga. Oyim baribir siz yoqtirmaylar. O'g'ri bo'lmang. Mana ko'rasiz, yoqtirib qoladilar. Kela qoling, ovqatingiz sovib qolmasin. Ovqat yemayman dedim shekilli. Hali shunaqami? Voy bu yer juda ham baland ekanmi, a? O qiz, nari tur yiqilib ketasan. Agar ovqatingizni yemasangiz, shu yerdan o'zimni tashiyman. 3 kecha sanayman. 1. Ovqatni kim pishirdi? Oyingiz. 2. Shunaqa demaysizmi? Mana bo'ldi. Oyimning qo'llari juda ham shirin-da. Qo'shiq qayerda? O'sha yerda turibdi. Topolmayman. Mana-ku qoshiq. Oling, osh bo'lsin. Kim o'sha akang? Kim biladi, shahardan olib kelganidir-da. Qo'limdan tushib ketdi. Agar yana bir marta sizni shu yerda ko'radigan bo'lsam, o'zim sizni shu derazadan otib o'raman. Tushundingizmi? Hamsiya? Sekinroq. Nima qilyapsiz? Ana uni qilgan ishlarini tekshiryapman. Aytganlarimni qiling. Saydirmay harakatingizni bo'ling. Oyi. Hop. Voy, ko'pgina ketdi. Yaqin. Qani ke bolam. Bismillahirrohmanirrohim. Voy. Uxlab qopti-yu. Uyg'ot. Ey. Voy. Nega paysalga solasan? Ey. Voy. Ismini ayt. Jaros. Qotib qopti oyi. Biz ekanda qotmagan. Uyg'ot. Jaros. Uyg'oning. Jaros. Милый. Uyg'onsiz-chi. Hay.
qiz qishloqqa nimaga keldi o'zi? Niyati nima ekan, a? Shaharli erkak qiz desam ishdan qochmadi. Yo hammasini meni deb qilyaptimi? Elbek, ko'zingni och. Bizning qishloq mana shu buloq nomiga qo'yilgan. Voy, chiroyli ekan. Bilasizmi? Chunki tunda bu buloqdan marvarid qaynab chiqadi. Yo'q-ey. Nima ishonmayapsizmi? Oy shulasida xuddi marvarid qaynab chiqayotganga o'xshaydi demoqchiman. Ishonmasangiz ana o'zingiz qarang. Rostdanam. Bu afsonani yoshligimdan eshitib kelaman. Qanaqa afsona? Bir malika cho'pon yigitni yaxshi ko'rib qopti. Lekin malikaning ota-onasi bunga qarshi chiqishibdi. Shunda malika cho'pon ortidan tog' toshlarga qochib ketibdi. Bundan g'azablangan podshoh cho'ponni boshini tanasidan judo qilishni buyuribdi. Buni qiz eshitib, yig'lab o'zini mana shu toshlarga uribdi. Buloqda esa uni ko'z yoshlari emish. Bechora malika. Bu suvni ichsa bo'ladimi? Bu suvni ming dardga davo deyishadi. Buloq bo'yiga kelib suv ichmay ketarkanman.
buloq boshiga nimaga olib bordi? Sanamoqchimikan? Menda ko'ngli borga o'xshadimi? Yuragim yonib ketyapti. Qo'llarim biram qaynoq ekanki. Agar meni o'pganda qanaqa ahvolga tushardim? O'ptiradigan ahmoq bor ekanmi? Shu paytgacha bu qizni yengil teg deb o'ylagan ekanman. Yuragimga nima bo'ldi o'zi? Nega unaqa uryapti? Voy Robiyaxon, men Halima apangiz bilan bozorga tushib ketyapman. Ana u shaharlik satang bilan vaqvaqlashib o'tirmang. Bilib ishingizni qiling. Xo'p bo'ladi, oyijon. Ishlaringga patakdan. Halimaxon, bozorga tushaman deyotgan edingiz. Hozir aylanay. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum xola. Yaxshimisiz? Yaxshimiz. Oyi, qayoqqa ketyapsiz? Ha. Aytgancha. Bozorga ko'rpaga astarlik olgani ketyapman. Voy, kecha shunaqa qiz ko'rdik. Shunaqa qiz ko'rib keldik. Elbek. Ha. Ertaga uchrashuvga chiqasan. Oyi, chiqmayman, qo'ying. Gap bitta. Meni aytganim aytgan, deganim degan. Rara bu sen o'zingga. Qani Bo'stonxon, ketdik. Qalay Bo'stonxon? Bopladimmi? Voy, bopladingiz, endi ko'chga bo'ydan. Haybatlar bo'lsin. Oyijon. Salom. Assalomu alaykum. Oyijon, mashpulga bozorda menga ko'ylak olib kelib bering, xo'p? O'zingizga yoqqanini. Rahmat, yaxshi borib kelinglar. Sizni uylantirisharkanda. Nima alam qilyaptimi? Bu izzatnisi nima qilasiz? Balandorga osila. Oyim baribir sizni qabul qilmaydilar. Ahmoqlik qildim.
yo'q keling. Tinchlikmi? Dardim tutib qoldi. O'tiring. Doktor chaqiraymi? Hali erta edi shekilli. Nonam yopayotgan. Hozir kelaman. Ha, tez yordam qayerdan chaqirsa bo'ladi? Uchta hovlilarida telefon bor. Hozir kelaman, xo'pmi? Hozir. Nima qilyapsiz? Hozir keladi. Chuqur-chuqur nafas oling. Qo'llarni uzib oling. Kuyib o'l bo'lib qolmasin. Nima qildi deysiz? Nafas oling, chuqur-chuqur. Oy. Tavsalam qildi. To'xta tuting. Voy o'lmasa. Voy tinchlik ekan. Voy xudo panohing tasiri. Tuzamisiz? Nonni uzib oldingizmi? Uzib oldim. Yura qoling. Voy elim. Voy bolam. Yura qoling mashinaga. Chuqur-chuqur nafas. Hozir aylanib ketay. Qo'ling bitta ocholmadim. Hozir aylanib ketay. Sekin. Hozir sekin ochdik. O'zim o'rganib bo'laman. Voy aylanib ketay. Salomat bo'ling ey. Voy aylanay. Amaki tezroq yura qoling. Opajon, chuqur nafas oling. Sabr qiling. Hozir больницаga yetib qolamiz. Amaki, больницаga hali bormi? Hali bor. Men ayollarimizga hayronman. Chuqur nafas oling. Chotidan bolasi ko'ringanda doktor chaqirishadi bular. Tandirdagi nonga qo'shib dardingni ham pishiribsan-da, qizim. Joning toshdan bo'lsin. Chida endi, chida. Bizani xotinlar tegirmonga tushsa ham butun chiqadi. Tugish nima bu? Hali o nechta bola tug'ib berasan bizga? O'ratasan aka. Shigiram buzoq tug'sa baqiradi-yu, odam tug'sa baqirmaydi. Baqir qizim. Bu yaylovda seni baribir hech kim eshitmaydi. Baqir. Hey bolam. Amaki spirt bormi? Ben Spirt. bo'lishi kerak ana u yerda. Kuchani ichida. Qara. Voy nima qildik? Amaki mashinani chetga Hozir bolam. Hozir. Ey to'xtating. Hozir. Bo'laman. Nafas oling, chuqur nafas oling. Mashinani orqa eshigini oching. Chapa. Hey, nima qilmoqchisan? Vrachman, 4tasini to'ldirganman. Opajon, o'zingiz qo'lga oling. Menga ishoning, hammasi yaxshi bo'ladi.
jon bolam. Kuchali opa. Kuchali. Yana qattiqroq. Bundan ham qattiqroq. Kuchali. Bola kelyapti qattiqroq. Kuchali bolajonim. Qattiqroq. Kuchali opa, kuchali. Baqiring. Bola kelyapti. Kuchali opajon. Kuchali. Nechta sug'dirdim dedingiz? Bu birinchisi. Ha? Elbek. Oyijon. Oyi. Yuring men bilan. Siqlari juda ham baland. Buni hisobiga xon bosimlari ham oshgan. Mana u dorilarni tez dorixonadan olib kelib bering. Faqat tez. Doktor chaqirish kerak. Vaqt ketyapti, aytganimni qiling. Sen dadangni puliga klinika sotib olishing mumkin. Onamni emas. Qanaqa o'g'ilsiz?
Oyijon, shuni ichib yuboring. Yashayman. Oyi? Ha. Qo'rqitib yubordingiz, oyi. Ha. Nima qilyapsiz? Voy. Tuzalib qoldingizmi? Ha, xudoga shukr. Boshimdan oftob urgan shekilli. Ha. Bozorda ozgina etim ushgandek bo'ldi. Ozgina dam oling, oyi. Hamsoya-yu. Uydamisizlar? Ha, keling Bo'stonxon, keling. Bu bor ekan, mana hech ham tinchimisiz. Assalomu alaykum xolajon. Keling. Yaxshimisan, Rahmat. Elbejon? Aylanay, tabriklayman. Voy, eshitmadinglarmi? Yo'q. Kelinim Robiyaxon qiz tug'di. Nabirali bo'ldi. Voy, qo'shnijon, muborak bo'lsin. Tabriklayman, tabriklayman. Niye baqiraysan? So'yinchi, bizdan-da, so'yinchi. Hay, ismini Charos qo'ydik. Charos? Charos? Qaynona oyijonlariga sarpoli muborak bo'lsin. Mana voy, kelini Charosxonga. Aylanib ketay, voy. Ha? Eshitmadingizmi? Yo'q. Charos doyalik qildik-ku. Voy, qo'llari bilan yengil, qo'llari bilan yengil. Iloyo umri uzoq bo'lsin, tani joni sog' bo'lsin. Chaqir aylanib bir olib. Chaqir. Chaqir. Voy, qo'llari bilan shunaqa yengil ekan, hamsoya, shunaqa yengil ekan. Iloyo o'zi ham esalamon qutulib olsin. Hey. Charos? Nega bizga aytmading? Yo mendan xafamsan, ha? Kechagi gaplarim uchun
Sendan kechirim so'ramoqchi edim. Eshityapsanmi, Charoz? Charoz? Jam 4,5 kilo tug'ilibdi. Ha, umr bilan bergani bo'lsin. Iloyo aytgan ish kelsin. Oyi? Charoz ketib qopti. Qayoqqa? Butunlay ketganga o'xshaydi. Chamadonlari ham yo'q. Xudoga shukr. Qutuldik, oyi. Uni shunaqa duolar qilmoqchi edim, shu kelinni. Shunaqa duolar qilmoqchi edim. Eson-omon qutulib olsin deb. Topib kel. Nabirami onasini. Eyyo. Qo'ysiz-chi. Tur o'rningdan. Xo'p, ketdim. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Tinchlikmi? Doktor xotiningiz ko'rib qo'ysinlar degandik. Ha? Uni doktorligini qayerdan bilasiz? Butun qishloq gapiryapti. Haligi kasal ko'rgani ketuvdi. Kechirasiz. Yuringlar, keyin kelarmiz. Keling Zinu. Chiqasizmi? Ha? Yordam berib o'raman. Qani. Keling, bemalol, qani. Hop. Kupangizga joylashavering. Chiptasi bormi o'zini? Bismillahirrahmanirrahim. Ey Xudoyim. Hey, bir şey öğrenmem 40 gün. Usta. Qani iching. Polizni qo'yib yuboring, polizni. Na, ushla. Voy. To'xtang. Ustoz.
Yaxshi qiz. Ro'molchami beraymi? Yo'q. Bo'lmasa yig'lamang-da. Ko'z yoshingizga cho'kib ketmaylik tag'in. Mani tinch qo'ying. Shilqim. Ha? Nima? Kim shilqim? Siz? Nega mendan qochyapsiz? Men o'zimdan qochyapman. Hammasiga o'zim aybdorman. Seni birinchi ko'rganimdayoq meniki bo'lishini orzu qilganman. Yolg'on. Menga rahmingiz kelyapti. Ya, onalarim Ha, yaxshisan bolam. Mehnat veteranida chipta nima qiladi? Mana ko'rdingmi? Tushunmadim. Bitta medal ikki kishiga. Qanaqasiga ikki kishiga? Shunaqasiga. Voy, am qara. Nima? Qani? Voy, xola, to'xtang, xola. Meni kechirasanmi? Seni hech qayoqqa qo'yib yubormayman. Kechirasizlar. Yo'q, kechirasiz. Voy, Xudoga shukr. Chiqing Halimon. Men Говори, ну. Я люблю тебя. O'zbekcha gapiring. Men seni Ha, o'g'lingni ketidan yaxshi kelin kelsa, peshonangni yaltiragani shu-da. Ha, yaltiragan peshonani ko'rmaydigan qaynanalar ham bor-a? Hop, yuring. Pravaga kelib qolmasin, aylanay. Qalaka, seni Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Va alaykum assalom. Uyimni uzikidan. Voy, uni ko'zidan o'zim o'rgildim. O'rtoqlar, vagonda to'y qilish mumkin emas. O'rtoqlar. Ay,